Assalamu alaikum muhterem televizyon görgücüler. Közütüş ve analiz programımıza hoş geldiniz. Uygurlar Türk milletler içindeki en burun şehirleşken kavim. Bunu biz tarım, turpan oymalıklarındaki kadim xarabılıklardan, tepilgan kadimi yazıklardan görüp alalayımız. Şundak değişki boludu ki tarım ve turpan Türkiye halklarının yazık ambiri. Bugünkü programımızda yazık ambiri bizning tarihi yazıklarımızı bağışladık. Bizning tarihi yazıklarımız degende aklımızga kim keladi? Şüphesizki nurgun kişilerinin akliga arxeolog, yazıkşunas Qurban Veli Efendi keladi. Şuna bugün programımızga Qurban Veli Efendi'ni taklif kıldık. Yaxshimisiz Qurban aka? Yaxshi, o'zingizni obdan turdingiz. Salomat turdingiz. Oldi bilan studiyamizga kelganingizga bizga suhbat mehmoni bo'lganligingizga qarshi olamiz. Rahmat. Biz bilamiz Qurban aka 1980-yillarda bizning tarixiy yiziqlarimiz degan kitobni nashr qildingiz. Nashriyatchilar sizni arxeolog dedi, tilshunos dedi, yiziqshunos dedi, yiziqlar va qadimgi madaniyati tadqiqotchisi deb tanishtirdi. Shuningdan buyon biz sizni shundoq tushunib kelyapmiz. Hatto Xitoyning xalq gazetida maqola e'lon qilib sizni Xinjiangdagi qadimiy yiziqlar sirliq sarayini ochquvchi degan baholarni berdi. Biz sizni albatta sizningki tarixiy yiziqlarimiz degan kitobingiz bilan tonidik. Tarixiy yiziqlarimiz sizning 1980-yillarning o'rtalarida e'lon qilgan asaringizga deyman. Bu yiziq dunyoda bizning avtonom rayonimizda, vatanda nihoyat zo'r g'ulg'ula qo'zg'ab ketdi. Ammo o kitobingizda nurg'un narsalarga izohat berilmagan. Masalan, o kitobning davra orqa ko'rinishi ma'lum emas. Kitobingizda buningga izohat berilmagan. Shunga bugun buni siz bilan so'zlashaylik dedik. Nihoyat yaxshi bo'pti. Endi masalan, tarixiy yerdamlar buning biri dedik bayam, ammo siz tadqiqotni bu kitobingizni nashr qilishdan burun qaysi nuqtadan boshlagandingiz? Qanday bir tema, ya'ni harakatlantiruvchi bir ideya sizni bunday bir tadqiqotga, masalan, tarım o'ymonligidagi qadimgi yiziqlar, Tangritig'i degan bu nom, Urumchi degan bu nom, mushu masalalardan boshlashingizga turtki bo'ldi. Endi siz hozir so'radingiz. Mening javobim, men tadqiqotimni bizning buyuk teg'imizning nomi Tianshan degan haqida munozara, ya'ni mulohaza qilishdan boshlagan. Men yozib chiqqan maqola 1981-yili 8-oyning 30-kuni Xinjiang gazetida e'lon qilindi. Bu temani tadqiq qilishga, mushu Tianshan degan temani tadqiq qilishga 12 yil vaqt sarf qilgan edim. 12 yil vaqtingizni sarf qildingiz. Bir nom uchun. Shundoq. Endi bu maqola 12 yildan keyin yozilib chiqqanda aran 3,5 yil. Nima sizni buni bunchalik qiziq to'g'an? Tangritog' degan ism Tianshan deydi shu vaqtlarda Xitoylar. Endi bu endi mushvaqchilik buning izohat berilmagan. Bu asli shu maqolaning beshiga beriladigan izohat bo'lishi kerak edi. Ammo bu izohatni shu vaqtda e'lon qilish mumkin emas. Nima desangiz, mening Tianshan degan temani tadqiq qilishimga Mavzushining eng oliy yo'l-yo'riqi sababchi bo'lgan. Eng oliy yo'l-yo'riqi. Shunday. Bu nihoyat qiziqarli bir so'z bo'ldi. Bu bundaq. Bu 1969-yili. Şu 8-oyning 10-kunidan 8-oyning 15-kuniga qadar bir vaqt. Men shu vaqtda nimada Chaychandagi vaqt. Korlida oblastlik hukumatda tarjimon bo'lib ishlaydim. 69-yili. 69-yili. O vaqtda endi allaqachon madaniyat inqilobi boshlanib, inqilobi qurilgan, biz xizmat qilmaydik. Kurash qilish, tanqid qilish, islohot olib berish degan harakatga kirib ketgan vaqt. Bizning boshqa ishimiz yo'q. İnqilobiy komitetda ishimiz yo'q ashuna vaqtda. Endi men hozir degan 69-yili 8-oyning 10-kunidan 15-kungacha bo'lgan shu vaqt ichida
Korluğa azatlık armiya yığıp ketdi. Şundaqçıq. Bunun sebebini bilmeyiz. Tağның içinde azatlık armiya. Şehirde azatlık armiya. Bizning idari organlarının hemisi de azatlık armiya Bu yetip tuyuqsuzlu bundaq bir harbiylar jiqib ketdi. Bunun sebebi aynı çağda Biz hiç kim bilmedi. uqmaymiz. Biz Keyin uqdinglar mı? Keyin uqdiq. Endi şu vaqtda kunduzi azatlık armiya namoyish qiladi. Namoyishda Tianshan degan ism mavjud ekan, u bizning mavrushi eng oliy yo'lroq degan lozungini ko'tarib olgan. Bu azatlık armiyaning namoyishi shu. Tog'larga yezib etgan, hammaga yezib etgan. O vaqtda Mavzudingning bu bir yo'l yo'riqni chiqarishi nima sabab? Buning bir orqa ko'rinishi bordi. Uni shu vaqtda uqmaydik. Keyin uqdim. Buning orqa ko'rinishi keyin aniq bo'ldi. Bu qandaq desangiz, Korla orqisap edi. To'satdan azatlık armiya shunda bak tog'larga yig'ib ketdi. Buning orqa ko'rinishi nima desangiz, shu vaqtlarda Jingbodo degan yerda Sovet ittifoqi bilan Jungo Xalq Azatlık Armiyasi o'rtasida qattiq urush bo'ldi. Ruslar Jimbodan Dammaniskiy deydi. Dammaniskiy urushi degan shu vaqtlarda dunyoga aytib mashhur. Shu vaqtda azatlık armiya bir qattiq yengilishga uchrabdi ekan. Shundan keyindilla Chag'an To'qayning Terakti degan yerida. Chag'an To'qay deganingiz bizning Cho'chakniki Chag'an To'qay deyapsiz-ku. Shu Terakti ya. Teraktida bir voqea bo'libdi. Shuningdan Sovetning armiyasi kiribdi. Bu yerdan Xitoyning azatlık armiyasi beribdi. Bular elishib, shu vaqtda bek qattiq vayronchilikka uchrab ketibdi azatlık armiya. Xitoy taraf. Shu voqeadan keyin mavzusi Sovet ittifoqiga qarshi bir urush qo'zg'ash uchun, bir safarbar qilish uchun Tianshan degan nomni qo'llanib, urush safarbarlik qilganligini keyin uqdiq. Endi buning ichida Tianshan degan bu ismning sizning diqqatingizni sizga bak ta'sir qilishi, buning bir alohida sababi bormi masalan? Buni izdizni qilishingiz. Bu shu menga ta'sir qilgan narsa shu endi. Shu vaqtda bu nerede chiqdi desangiz, Şinjan harbiy rayonining bir jang ovozi deydigan Janshinbo deydigan bir gazeti bor. Bingtuanning Nungkinbo deydigan bir gazeti bor. Boz yer o'zlashtirish degan. Mo'shu ikki gazet shu vaqtda birlashma son e'lon qilib ekan. Bir bet, cho'ng bet. Shu betga Mavzudingning oliy yo'lligini besibdi, uni tushuntiribdi. Bu Tianshan degan ism mavjud ekan. Bu bizning debdi. Oxirisida tushuntirishcha Tianshanni Jungo xalqi qo'ygan ism degan gap bor ekan. Shundan mushu bir bu gap sizga ta'sir qildi. Bu tashviq varig'ini men ko'tarib akeldim. Mening kallamda shu vaqt o'ylayman. Men tug'ilsam bizning bu teg'imizni Tianshan deydi ekan. Men Tianshan deb cho'ng'ildim. Maktabda o'qidim. Mashu bashiyada xizmatga kirib tarjimon bo'lgan qadar men Tianshan degan so'zning Uyg'urcha til emas ekanligiga gumonim yo'q edi. Gumon qilmaydim. Ammo shuningdan keyin men darhol kallamga bir narsa keldi. Chunki men tarjimon, men tilni azroq bilaman. Tilning qoidasi. Siz nerede o'rganganingiz Xitoycha vaqtda? Shu vaqtda men bir kursda o'qigan, meni o'sha xizmatga elib, meni shu bir adam maxsus tercüman qilib yetishtirib chiqdi. Mening ustozim bor, men kendili deyman bu odamning ahvolini. Endi shu vaqtda shu men hamda shu Uyg'ur tilida ikki suzuq tovushi bor. Tian deydigan bug'um yo'qligi ism keldi. Ism kelib, bu Uyg'urcha gap emas ekan, bu Xitoycha gap ekan. Bu Xitoycha kirib ekan. Dedimde, ama o vaqtda biz mavzusining yo'liriqiga bir og'iz qarshi gap qila oladigan yoki u vaqtda savol qo'ya oladigan bir kimning haddi emas. Bir muddasi apiribla o'lim jazosi berib yetadigan vaqtlar. Shuningdan boshlab izlanishga boshladingiz bu so'zni yiltizini. Shuningdan boshlab Tianshan degan narsa mening kallamga kirib oldi. Bu
Uyg'urcha gap emaskan degan narsa kirib oldi. Qachondan boshlandi? Ya'ni bu so'zning etnografiyasini rasmiy ilmiy bir tadqiqot temasi sifatida tadqiq qilishga boshlaganmiz. Men shu gazetni ko'tarib, bozordan elib, qo'limda ko'tarib, shu hukumat qurasiga kirdim. Yatoq shu adetda. Yatoqqa kirsam, mening tarjimon yetakchim uchrab qoldi. Kimdi o adam? İsmi Tahir Ahmet. Merhumның yatqa yeri cennet bo'lsin. Bu kişinin üstüde tarihi aks inqilobchi degan xat yozilgan oq jiletki var. Bu adam medeniyet inqilobida urilgan adam. Şu 69-yili urilgan, tatib chiqarilgan, shuningdan bir necha oy burun tatib chiqarilgan adam. An qo'lida cho'ng supurgi var, o'yli supurdi. O'yli supurdi. Bu adam uchrab qoldi. Uchrab qolgandan keyin men gazetni elib kelib, uning oldida gazetni mashunda shunga ko'z turdim. Demek bizning so'zlashib oldigan fursatimiz uningdan boshqa fursat bo'lmaydi. Bir kim qarasa, "O mavzuning yo'lligini bular so'zlashibdi" deydi. O adam bilan rasmiy so'zlashkinim bo'lmaydi o vaqtlarda. Shu vaqtda siz gumonli odamga aylanib qolasiz. Albatta. Shu vaqtda biz so'zlashdik. Shundan nəhayət yaxşı so'zlashdik. Bir də ko'z dedim, o adam mundaq dedi. Tianshan degan gap 30-cı yillarda, 40-cı yillarda mı bo'lgan. Tianshan degan bir gazetmi chiqqan. Shu vaqtda biz Uyg'urcha nomini ataymiz. Bu Xitoycha Tianshanni demaymiz degan odamlarmi bo'lgan, maqola yozgan. Keyin uni Shinsey davrida Shinsey tutib ketdi. Jangayshi davrida Jangayshi tutib ketdi. Bu ikki davrida mush ish bo'lgan. Tianshan degan g'ulg'uli bo'lgan. O tutib ketganlarning hech qaysi saq chiqmadi. Endi sizga deb qo'ydig'im bu mushu temaga siz aralashma. Men gap qilmadim. Qabul qildimdak ichimda. Gap qilmay yenib chiqdim. Shu yerdan ketdim. Shuningdan keyin bu Tianshan degan 69-yili kallamga kirgandim bu yan 81-yili men shu maqolani yozib chiqishlik 12 yil vaqt o'tdi. Men 12 yil vaqt ichida buningga tayyorlik qildim. O demek o ustozingizning gapi qulog'ingizda tutmabdi-da, oningga pesand qilmabsiz-da endi. Buningga tegsang ko'yisa, buningga tegma, yetishma buning bilan. Dedi, men shuningga qabul qildim. Ammo mening kallamga kirib oldi. Shunda. Amal ta'sir qildi bu da. Men ta'sir qildi. Bu nimada deydigan narsa meni zodi aram topqizmadi. Shuning bilan qachondan buni rasmiy bir akademik temiz sifatida tadqiq qilishga boshladingiz? Shu 69-yili o'tib 70-yili biz 7-may kadrlar maktabiga ketdik, Baqrashqa. Yerda ishlab shu oliy maktab qaytadan ochildi. Oliy maktabga dastlab imtihonnoma avatdi. U yili bormadim, u yili meni avatmadi. 2-yil imtihon berdigan vaqtda men imtihon berdim. İmtihan verdim, 72-yili men imtihonga elinib qoldim. Shu vaqtda meni shu Baqrash bo'yiga biz ishlayotgan yerga berib, meni ko'rib, men bilan so'zlashib, meni o'quvchilikqa olgan odam Şinjan Üniversitesi Coğrafya Fakültetideki Ömer Molla muallim. Ömer Molla. Şu adam meni o'quvchilik olgan. Coğrafya Fakültetinin burunqi boshlig'i. Şunun bilan men arxeologiya o'qiydigan bo'ldim. Xi'anga bordim. Xi'an G'arbiy Shimol universitetida arxeologiya o'qidim. Men eng qiziqib o'qigan ikki fan var. İki ders var. Birisi arxeologiya, yani birisi qadimgi Xitoy yozig'i. Ya qadimgi Xitoy yozig'ini o'rgandingiz? Shu yerda o'rgangan. Ay ko'ngzimizg'ichilik o'rgangan. Shu 3,5 yil aşı maktabda o'qish jarayonida men Xitoycha 24 tarixdagi bizning vatanimizga doir, Şii G'arbiy rayonga doir har qanday yozmani men 90%dan ortiqni hamini men shu vaqtda o'qib ko'rib chiqqan. Mushu jarayonda Tianshan degan narsa uchramdi degan narsa mening kallamda bo'lg'achqa
şunun detallarını topladım. Endi Xitoyning qadimgi tarixiy materiallarida bizning shu Tian Shan degan bu nom eng burun qaysi yezigida, qaysi nomisida uchraydi bularning ekan? Smacen'in. Tarix nomida. Muşundaq şu Han sulalesi devrideki tarix namıdan tatip Ming sulalesi, Qing sulalesi gibi bolgan, şu Manjur dövleti gibi bolgan devirde şu bizning tegimizni nim dep ataganlygyga dair materiallarni men asasen toplap boldum. Şu mektepte okuş jarayonida men qadimki Uyg'ur yezigini o'qidim. Bejin menzu shu yangi berib, Gıngshimin efendiden şu vaqtda qadimki turk tili öğrendim. Demek Xitoycha govin o'rgandingiz, qadimki Xitoy tilini, oqidan qadimki Uyg'ur tilini bu yerda bir o'zingizning tadqiqotiga Asas oldu. asos. Şundaq. Asas selindi. Endi bunu tügütüp bolgandan keyin meni Abdumrayillik muzeyga taqdim qildi. Ben muzeyga kelgandan keyin muzeydagilar qarab bakıp sen Uyg'urlardan tunç qatim arxeologiya o'qigan adam sen. Ali mektepte o'qigan. Arxeologiya o'qigan. Endi bu arxeologiyani o'qib kelding, uning ustiga sen shu qadimki Hanzo yozig'ini shunday yaxshi o'qibsan, qadimki Uyg'urchani o'qibsan, endi bizning shu muzeyda 55-yil qurilgandan tortib ta hozirgachilik muzeyda to'plangan hamma yoziqlarni sen bir ratlab chiqqin deb vazifa berdi. Muzey berdi bu vazifani. Qanchalik yoziq uchratdingiz? Qanchalik yana? Men 3 oydak şöyle işledim. Şöyle işleş jarayonida endi men hozir o sonini deb bermayman. Birdan tizimladim. Palayadın tepilgan, pusayadın tepilgan deb o yoziqlarning men ba'zilarini ayrıyaladım, ba'zilarini ayrıyalmadım. Katalogini turg'izdingiz. Mening ayrıyaligim qadimki Xitoycha, qadimki Uyg'urchaning runik shakli, so'g'di shakli, andan keyin shisha yoziqlari, g'arbisha yoziqlari, shunga o'xshaydigan tangutlarning Basba yazığı diye muşu sistematik yazığı olğaçqa bularni men ayırıp çıqaldım. Qalğan yana xilma-xil xatlar bar. Bunu men ayırıp çıqalmadım. Şunu bilan men muzeyning rahbarlariga aytdim. Men manınğa mening shimpatmida muşu ügünüp kelsa. Nerede kim ügütüdü o deydi. Men şu Bejinde Gıngshimin efendiden anlagan. Tarım vadisinden Sanskrit, Sak, Toxri, Kroshti deydigan shundaq nurg'un yoziqlar chiqqan. Bu mandaq deb bu kitoblarning ismini menga deb bergan. Men o vaqtda o kitoblarni tuzuk obdan o'qiy olmaydim. Ama şu onun şu vaqtda menga bergan bu savod mening esimdan ayt yaxshi qolgan. Shunga dedim, şu adamning aytishicha 200 Dünya urushi mezgilida Germaniyada Sanskrit o'qigan, 15 yil o'qigan Jishelling deb bir adam bor. O Bejin Üniversitesining muavin maktab boshlig'i, Sharqshunos fakultetining boshlig'i ekan. Men şu adam bilan bir ko'rishib, bir shuningdan bir ta'lim olib kelsam. Dedim buludu dedi. Şunu bilan shikirga berib Bejingga bordim. Bejingga berib, Bejin Üniversitesiga berib, ana aytijik nimeler bilan o adamni topdim. Topgandan keyin o adam bana shunday qizg'in qarshi oldi. O vaqtda o adam o davrlar nechinchi yilga to'g'ri keldi? 80-yillardan burunmi yo keyingi qanday? O hamda 75-yil. 75-yilning oxiri. 75-yilning oxiri. 76-yilning 5 ekan. Şu ehtiyaz vaqti. Şu vaqtda men Bejingga berib o adam bilan ko'rishganda tehi bu Jishelling efendi ozod olmabdi ekan. Onun mu qalpog'i ekan? O mu tatib chiqilibdi ekan shu vaqtda. Ozod olmabdi ekan. O mu ko'ch supurib yurdi ekan. Shuning bilan bu berib uningga dedim men Xinjiang muzeyidan keldim. Siz bilan ko'rishni orzu qilgan. Uzun yillardan buyon sizning ismingizni bilmayman dedim. Bu adam ta'sirlanib ketdi.
Endi muallim degan shu vaqtda bir o'quvchisiz qolsa bir necha yil sarg'ayib qolgan o'xshaydi. Yomonbek sexni bitgan o'quvchisiz bitgan. Shuning bilan meni shunda bir qarshi oldi. Uyga kirdik, kitobxonasida o'ltirdik. O'ltirgandan keyin bu oldi bilan bir qo'lyozmani elib men ko'rsatdi. Yerim kuyib ketgan. U dedi, Maytır Smith degan mushu. Sizning Qumuldan chiqqan Maytır Smithni shu yerda ko'rdingiz tunchi ketib. To'g'ri yozig'idagi Maytır Smith mana mushu. Menga shuni akappagan. Men mushu yaspirib o'yo eshib qolgan vaqtlarda kechalari mushuni tadqiq qilaman, mushuni tadqiq qilyapman dedi. Men nihoyatbek ta'sirlanib ketdim. Shuning bilan u dedi, mushu yillarda shunda bilimni izlaydigan shunda odamlarni men seni ko'rib men xush bo'ldim. Nima savoling bor deb beray dedi. Shundan yana qanday yoziqlar bor? Qanday? Uni qanday farqat kelib bo'ldi? Siz kurs ochamsiz? Bo'lmasa men mashaga kelib O'ginaysiz. Sizdan o'ginay. Qanday vaqtingiz bormi? Degandan keyin bu odam ta'sirlanib ketib, menga bir kichik bir broshur berdi. Shu sak, to'g'ri, o bu deydigan shu 20-30 xil yoziqning shakli va ismi va uning dunyoning boshqa yerida nima topilganligi to'g'riliq berilgan bir savat ekan. Yani men bu kitobni qo'limga olgandan keyin buni shu shundoq tirishib o'qib, keyin qaytib kelib muzeyning rahbarlariga dedim, endi men qilib boqay. Qilolmaganni keyin men taqishib qolganda, keyin sizlar yordam qilinglar, mushuni tadqiq chiqayli dedim. Bugun kuzatish va analiz programmamizni ko'rdinglar. Bugun bizning arxeolog, yoziqshunos, tilshunos, madaniyat tadqiqotchisi Qurban Vali apandi bilan ipagan suhbatimizni ko'rdinglar. Yuqorida bizning tarixiy yoziqlarimiz haqida suhbat edib qoldik. Bu suhbatimizning davomlashida kelar hafta yana davomlashtiramiz. Inshaalloh kelar hafta ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Ko'p rahmat sizga, Qurban aka. Sizga rahmat. Salomat bo'ling. Ko'rmanlarga rahmat.